Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Azoq Usta. Bugungi gapirib bermoqchi bo'layotgan mavzuim bu diagonal haqida bo'ladi. Diagonal nima? Diagonalda ustalarga nima foydasi bor? Ustalarga nima daxli bor? Shu haqida ozgina odamlarga bilmaganlarga tushuncha berib o'tish niyatim. Diagonal bu qurilishda eng bir kerakli narsa. Bu ya'ni diagonalsiz hech narsa yaxshi chiqmaydi. Sifat darajasi buziladi. Shunday ekan, diagonal qurilishdagi eng muhim narsalardan biri. Ustalarimiz biladi, har xil variantlarda ya'ni chiqaradi. Uslubi bor, o'zining uslubi ko'p, bu diagonal chiqarishda ham uslubi bor. Ko'plarda ip tortadi, ko'plarda o'lchashadi, gradus solishadi. Hamma o'zining uslubida qilishadi, hamma o'zining o'rgangan uslubi bor. Bu diagonal nima? Nima beradi? Biz uy qurishdan oldin, uy qurishimizdan oldin fundament qo'yamiz. Albatta, fundament qo'yayotganda biz diagonalga olishimiz kerak. Deylik, xonamiz 5 ga 4 yoki bo'lsa 3 ga 5, har qanday holatda, 10 ga 5, o'sha paytda ham diagonal to'g'ri chiqarishimiz kerak bo'ladi. Bu nima beradi? Agar diagonal xato bo'ladigan bo'lsa, patologimiz xato chiqadi. Patolog, masalan, ertaga biz gipsokартонdan bir shakl bermoqchi bo'lsak, chiroyli bir narsa qilmoqchi bo'lsak, yaratmoqchi bo'lsak, chiqmaydi, aytgan narsamiz chiqmaydi, effekt berilmaydi. Yoki bo'lsa polimiz xato chiqadi, yoki bo'lsa kafilimiz xato chiqadi, yoki bo'lsa tomimizdagi hatto krishagacha, ya'ni tomimizni o'sha tunuka bo'g'in qilamizmi, shipir qilamizmi, xato chiqadi. Nafaqat bularga, ertaga uy bitgandan keyin uyga jihozlaysiz, mebel olib kirmoqchi bo'lasiz, boshqa olib kirmoqchi bo'lasiz. O'shalar holatda mebellarga ham xalaqit qiladi bu narsa. Diagonal yo'qligi hamma narsaga xalaqit qiladi. Shunday ekan, albatta birinchi qadam, uy qurishda birinchi qadam diagonal hisoblanadi. Diagonalsiz bu ish sifat darajasini kutmaysiz. Uni asorati yomon. Asorati bir-biriga siz qoladigan bir kamtek ham yaxshi holat emas. Ko'zga tashlanadigan bir xunuk holat. Shunday ekan, ustalarimiz albatta buni bilish kerak bo'ladi. Olishdi. Men endi qisqa qilib o'sha tayyorladim buni. Oxirida men ko'rsatib o'taman. O'zimning uslubimda, o'zimga yoqadigan uslubda ko'rsatib o'taman. Keyin yana bir narsani gapirmoqchiman. Ustalar bilishi kerak bo'ladigan narsa bu masshtab. Ko'plarimiz bilamiz. Masshtab nima? Masshtab bu kattalikni kichkina qilish yoki kichkinalikni katta qilish. Buni ham o'rgatishganmiz. Yoshligimizda masalan geometriyadan bu fanni o'rgatishgan. Diagonal nima, masshtab nima yoshligimizda o'rgatishgan bu narsani. Masshtab, deylik, siz zakaz, masalan, patologchisiz, zakaz bo'yicha anaqaga bordingiz. Buyurtmachi sizga bir shakl ko'rsatdi, bir unaqa ko'rsatdi, o'ziga yoqayotgan bir shaklni ko'rsatdi-da, meni shuni patologimda shunaqa qilib ber. Shunaqa uslubda qilib ber patologimni deb zakaz beryapti sizga gipsokартонdan bir qanaqadir shakllar. Siz agar masshtab qilishni bilmasangiz, прямой ishni boshlab, ya'ni pastki qog'ozga tushirib olmasangiz, qog'ozga tushirib tayyorlab qo'ymasangiz, ertaga qanday chiqishini siz bilmaysiz. Bitgandan keyin ko'rasiz, unda kech bo'ladi. Shuning uchun albatta masshtab, ya'ni siz 1 metrda buni ham yo'li bor, chevirish yo'li. 10 barobar kichkina qilib devorga tushiring, yoki 10 metr 15 barobar kichkina qilib qog'ozga tushiring. Qog'ozda ko'ra olasiz. O'sha shaklda o'zgarmagan razmerda, deylik, sizga 6 ga 4 xonangizmi, o'sha o'zgarmagan holatda qog'ozga tushira olasiz va ko'ra olasiz oldini. Deylik, o'sha buyurtmachingizni ko'rsatgan shakllari, o'sha razmerlari, o'sha ko'rsatgan o'sha unaqasi xonasini razmeri boshqachadir. Boshqacha bo'lganda shuncha chiroyli chiqqandir uniki. Endi sizning xonangizning razmeri qanday? Bu sizning xonangizga to'g'ri kelmas. Shuni oldindan ko'ra olish deyiladi bu. Masshtab deyiladi. Buni ham hozir qog'ozda diagonal orqali unaqaga paytda ko'rsatib ketaman buni ham. Lekin albatta kerak. Nafaqat patologga, deylik, devorga bir tagadan shakllar bermoqchisiz, qanaqadir. Deylik, xonangizda razmeri 6, balandligi 3, nechta shakllar. Shakllarda oldindan, ya'ni masshtab orqali chizib olishimiz kerak. Bu devorimiz qanday shaklda paydo bo'ladi? Buni dizaynerlarimiz, yaxshi biladi, dizaynerlarimiz bu narsaga juda katta e'tibor beradi. Ya'ni katta kichikka olishdi. Shunday ekan, buni albatta bilishimiz to'g'ri keladi. Diagonalda eng muhim narsalar. Keyin masalan malerkada ham, shkaturkada ham bu hammasiga ziyoni bor-da. Shuning uchun shunday ekan, uni albatta bilishimiz kerak bo'ladi. Men hozir sizga ko'rsatib o'taman. O'zimga yoqadigan, o'zimga ishlatadigan uslubimda. Mana endi diagonalni ko'rib chiqamiz. Diagonalni qanday olish mumkin? Men misol qilib 6 ga 4 xonamizni, mana
6 ga 4 xona qildim. Ya'ni 6 metrga 4 metrlik xonamiz. Diagonal mana bu holat diagonal hisoblanadi. Mana shu holat diagonal hisoblanadi. Mana shu holat bu diagonal deyiladi. 6 metrga 4 metr xonamiz. Endi men qog'ozga tushirish uchun bu 6 metrga 4 metrlik xonamizni 25 marotaba 25 marotaba kichkina qildim. Kichikroq, 25 marta kichik. Buni o'sha men aytdim-ku, masshtab nima ekanligini tushuntirdim. Masshtab kichaytirish xonani, o'zini razmerida kichaytirish. Har bitta metrimni 4 santimetrga berganman men. Har bitta metrni 4 santimetr qilganim uchun 25 marta kichkina bo'ldi qog'ozga tushirish uchun. Endi siz qilishingiz mumkin, masalan 10 barobar kichkina qilishingiz mumkin, 15 barobar kichkina qilishingiz mumkin. Men bitta endi qog'ozga tushirish uchun 25 barobar kichkina. Endi qanday diagonal chiqaramiz? Demak, sizga ko'rsataman. Tayyorlab qo'ygan buni ham. 4 metrlik xonamizda eni 4 edi-da. Eni 4 edi. 4 ya'ni eni 4 ku. 4 4 ko'paytiramiz. Ya'ni 4 × 4 16. Endi bizning xonamiz 6 edi, to'g'rimi? 6 ni ko'paytiramiz 6 ga. 6 × 6 36. Tushundingizmi? 6 metrlik xona eni, uzunligi 4 metrlik eni. 6 ni 6 ga ko'paytirib 36. Endi hosil bo'ladigan 16 ni 36 ga qo'shamiz endi. Chiqqan sonlarni qo'shamiz. 52 raqam paydo bo'ldi. 52 raqam. Endi 52 raqamda korn osti degan narsa bor. Hamma yoshligimizda matematikadan o'rgatishgan. Korn, ya'ni ildiz osti deyiladi. Rus tilida korn. Men uni sizga yozib ko'rsataman. Korn nima? Mana qarang. Bitta bosganimda bo'lish chiqib keldi. Endi yo'qotaman-da. Buni mayda korn turibdi. Hamma telefonda bor. Bosib turaman, mana korn paydo bo'ldi. Ko'rdingizmi? Korn. Endi chiqqan 16 ga plus 36 ni qo'shganimizda 52 paydo bo'ldimi? Shu 52 ni korn ostida 52 ni bosamiz. Mana hosil bo'lgan son 721, ya'ni 7 metr 21 santimetrlik anaqa paydo bo'ldi. Diagonal paydo bo'ldi. Ya'ni bizning xonamiz mana diagonalimiz mana 721 chiqib keldi. 7 metr 21 santimetr chiqib keldi. 6 ga 4 xonamizniki. Endi buni sizga isbotlash uchun lineykadan o'lchab chiqarib beraman sizga. 721 chiqqanini mana ko'rsataman sizga. Lineykani qo'yamiz. Endi men sizga aytdim, 6 ga 4 xonamizda masshtabini 25 marta kichkina qildim. Kichkina qilishim uchun men har bir metrda 4 santimetrdan deb oldim. Har bir metrim 4 santimetrdan deb oldim. 4, 8, 16, shunaqa 12. Har bir metrim 4 santimetr. Yani shunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana 7 mana. 721 chiqib keldi. Demak, kalkulatordagi raqam qog'ozimga to'g'ri keldi. Ya'ni men 25 marta kichik qilganimda. Siz xohlaganingizdan o'sha 10 marta qilsangiz shu raqam chiqib keladi sizda. Demak, men 25 marta kichik, 6 ga 4 xona 25 marta kichik qilishim uchun har bir metrda 4 santimetr deb oldim. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Buni siz deylik o'sha razmeri 8 metr bo'lishi mumkin, sizda 10 metr bo'lishi mumkin, bu eni 6 metr bo'lishi mumkin. Shu raqamda shuni ko'paytirasiz. Chiqqan raqamni mana. Chiqqan raqamni mana shu holatda qilasiz. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar mabodo tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, bir narsaga nimagadir tushunmagan bo'lsangiz, albatta kommentariyaga yozing, savol bering. Men albatta javob beraman. Bu roligim, qisqa roligim ma'qul kelgan bo'lsa, like va podpiskani bosing. Bu meni kanalim uchun muhim. Ya'ni bu kanalda qurilish sohasi bo'yicha o'zimda bir tajribam bo'yicha chiroyli bir chiqishlar qilib turaman. Rahmat, e'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.